Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men bugun Jasurbek Gamer va har doimgidek Free Fire Legend o'yinimizni o'ynaymiz. O'tgan safar FC Mobile o'yinini o'ynaganimda juda ko'p aktiv yig'ib berdi. Va 4 ta obunachi kelibdi. 19 ta obunachi bo'ldik, tabriklayman. Men o'yladimki, Free Fire o'yinini muxlislaridan ko'ra FC Mobile o'yinini muxlislari yaxshiroq aktiv ko'rsatyapti. Free Fire muxlislari, sizlar ham qolib ketmanglar, sizlar ham yaxshi aktiv ko'rsatib beringlar. Xo'p, biz bugun birinchi kartasidan masterga chiqishga harakat qilamiz va biz boshladik. Yana FC Mobile'dan video chiqarishimizni xohlasanglar va videoga Java FC janoblarini mehmonlikka chaqirishimizni xohlasanglar, kommentariyalarga yozib qoldiring va sizlardan iltimos yaxshiroq aktiv qoldirib obuna bo'ling. Ko'p youtuberlardaqa videoga like bosing, obuna bo'ling deb reklama qilib ko'p aytmayman. To'g'risi, chin dildan bitta obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi deylar. Aytgan bo'lsam, bitta videoda ko'pi bilan 3 marta aytaman. Flipin Church random eventini berdi. Obunachilar, agar full komanda bo'lib o'ynamoqchi bo'lsanglar, meni komandalarimga qo'shilsalaring bo'ladi, ammo menda bo'sh vaqt kamroq bo'ladi. Oilaviy ishlar deganda oxirgi marta sariq master rankida ikkisi ranket, ya'ni Clash Squad dedimi? Yaxshiroq tushuntirsa, ikkisi ranket kartasida chiqqanman. 911. Yaxshi narsani bir kishilik kartada to'ldirsanglar, o'lganlaringdan keyin yana bitta tug'ilish imkoniyatini beradi. Shu kunlarda videolarimni aktivi juda baland bo'lyapti. Sizga nima desam bo'ladi? O'yin tomonlama chiqargan videolarim yoqadimi? Va qaysi o'yin tomonlama chiqargan videolarimni ham yozib qoldiring. Keyin yoki hali ma'noli, kulgili videolar chiqarsam yoqadimi? Buni ham izohlarda yozib qoldiring. O'lik. Sen ham qolmaganmi? Молодец.
Yo, men o'ldim deb o'ylagandim, chunki imkonsiz edi-da. Bu yerdan tirik qolib ketish. Yorug'lik tezligida hash uramiz endi. Siz buni nima deysiz? Izohlarda yozib qolding. Hash urish deydi ko'pchilik. Qolganlar ko'p narsa aytadi-da. Masalan, meni bitta ukam emas, to'g'riroq jiyanim. Nima deydi? Hali binto'rab olay deydi. Bunday qilib qo'lini aylantirganiga o'rash deydi. Binto'rab olay deydi. Agar begona deb olmasdan qolishim ham mumkin. Kommentariyaga Free Fire nickingizni yozib qoldirib, keyin Free Fire'da menga druza tashlasanglar, qo'rqmasdan. Yo, qo'rqmayman o'zi endi. Nima desam, o'ylanmasdan olaveraman. Odam ko'rgandek bo'ldimmi mashqda? Uy. Ana tepada. Menga juda ham ko'p o'q otibdi bular. Balki mendan kuchli igrokdir. Bu yog'ini endi vaqt ko'rsatadi. Tinch qo'ymayapti-yu. Bitta zo'r gap kelyapti, tilimdan chiqmayapti. Aktivni zo'r ko'rsatib, nima deyapman? Aktivni zo'r qilibdilar. O'tgan videomizda necha 300 qanchadir ham prosmotrga ega bo'libmiz va 4 ta obunachi ketdi. Biz ham ko'p odamlarga o'xshab kelishamiz. Davay, har bitta obunachiga bittadan video. Bitta obunachiga esa bitta video olaman. Bo'ldi. Bugundan boshlandi qonun qoida. Headshotda kattasini berdim-ku haligi odamga. Birinchi qurbonga. Triple kill. O'shatdim obunachilar. Triple kill. Bitta kill chopgan o'xshayman endi. Mayli. Qaysar o'shani olay. Kirsalik qilib parafalla, mayli. O'zi kerak bo'lmaydi bunaqangi. Nima deydi? Batinka. Shu poyabzal, ishqab, botek, etek, sapok, eshakli bo'ladi, qo'tik bo'ladi, sapok otasi etik bo'ladi deydi. Hayolim kelib ketdi. Ishqab, mana shu krasovka uncha kerak bo'lmaydi. Qiziqishga olib ko'raman. Jigargo'sh. Uy. Yomon edi. Headshot demay qol. Tepdi hech 12 ta HP. Bot, nikiga e'tibor bermaysizlar, o'yiniga e'tibor berasizlar. Yugur. Zonani dedi qolib ketasiz. Yo, bular UMP'da bizni jigarimizda An94, ya'ni kontrol o'ynaganlar biladi buni. Ko'pchilik AKM deb aytadi.
Aslida haqiqiy akam bu haligi Kalashnikov arizasi bo'ladi. Yana bitta qiziq bor ekan. Ya, bo'pti, qiziqmaymiz bitta. Xabaringlar bormi? Futbolni stadionni o'rniga yana faktorini qaytarib olib kelib qo'yishdi. Ekranimdagi Chevrolet logotipiga o'xshagan narsa chiqyapti. Bu nimaligini bilmayman. Bilganlar kommentlar kimni sevib ketyapti. Kommentlar deganni qaranglar. Izohlarga yozib qoldirsin. Rizo. Nimaga serialaringga paddeshka qilmaysizlar, Rizo? Rizo? Agar paddeshka qilib shu bola oldimga kirib, ana uni o'ldirib olganida ancha yaxshi bo'larmidi, ikkalamiz ham tirik qolgan bo'larmidik. I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again. Har doimgidek o'sha yangi emotsiyalarni qilamiz. Stilga necha obunachilar Stilga. Good job. Thanks. Shular mazza qilyapti, muhimi. Rosa chiqirishyapti. Voy. Yo'q. Ayim modem nimaga ishlamayapti? Yoniqmi? Yoniqmi? Hey, ishlamayapti. Ayim mod nimaga ishlamayapti? Nimaga? Yo, mana emblemdan shumi? Ayim mod ishlamasligi uchunmi? Nimaga? Yo, cheater meni o'yin qilyaptimi? Asabim rosa buzilyapti. Nega ayim mod ishlamayapti? Bilganlar izohlarga yozib qoldirsin. Good job. Restored EP for everybody. Mana ayim mod, mana. Ayim mod lapsi ishlamayapti. Mayli, o'ynab oringlar. Aytdim nimaga hali Digilda ham bir marta otganim tiydi, qo'yganim tiymadi. Ana, lapsi ishlamayapti. Men noroziman. Videomiz 15 minutdan cho'zilib ketibdi. Men 15 minut video olishga o'rganib qolgandekman. Videoni hozir yutib olsak, inshoollah tugatamiz. Hayronman, bu Chevrolet emblemmi? Yo, kechirasizlar. Salat Chevrolet deb gapiryapman. Reklama deb qoladi. Bu qayerdan kelyapti bu? Ko'rishgan narsa. Hali ham chiqyapti bu. Hali ham turibdi, obunachilar. Men buni bir nima qilmasam bo'lmaydi. Qani obunachilar, sizlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi va sizlar bilan Jasurbek Gamer bo'ldi.